Assalomu alaykum bo'lajak energetiklar. Siz bilan men Aminov Hamza, siz bilan Xorazm energetika maktabi. Hamza og'a, o'zi elektrik energiya qanday ishlab chiqariladi? Juda to'g'ri savol. O'zi elektr energiya qanday ishlab chiqariladi? Albatta biz o'tgan mavzularimizda ham elektr energiyani ishlab chiqarish ikkiga bo'ladik, an'anaviy va noan'anaviy. Endi O'zbekistonimizda eng ko'p, ya'ni elektr energiya ishlab chiqarishda eng ko'p 60-70% ni tashkil qiluvchi issiqlik elektr stansiyalari haqida gaplashamiz. Demak, avvalambor issiqlik elektr stansiyasini qanday, ya'ni uni energiya manbalari qanday? Nima evaziga biz elektr energiya ishlab chiqaramiz? Albatta, birinchi navbatda aytishim kerakki, metan gazi va albatta neft mahsulotlari. Demak, O'zbekiston Respublikasimizda elektr energiya ishlab chiqarishni eng ko'p ulushi 60-70% ni tashkil qiluvchi issiqlik elektr stansiyalarini ishlash prinsipi haqida gaplashamiz. Demak, avvalambor biz issiqlik elektr stansiyasini ishlash prinsipini tushuntirib beramiz. Bu issiqlik elektr stansiyasini ishlash sxemasi, ya'ni ES. Demak, issiqlik elektr stansiyasi o'zi qanday ishlaydi va qanday elektr energiya ishlab chiqaradi? Birinchi navbatda biz raqam qo'yamiz. Qozonxona. Qozonxonada 3 ta usul yordamida 3 ta bosqichda o'tadi. Birinchi navbatda albatta yoqilg'i kamerasi va bug' qozoni va albatta bug'ni qizdiruvchi qo'shimcha katalizator qurilmalari. Demak, suvimizni biz qizdirdik va bug'ga aylantirdik va bug'ni yana katta miqdorda issiqlik yordamida qizdirdik. Natijada bug'imiz bug' turbinalari yordamida parraklar, ya'ni generator parraklarini aylantiradi. Demak, bu 3 ta nima parrakni kattaroq qilib ko'rsatilibdi. Sababi bu yerda bug'imiz 3 ta bosqichda o'tib keladi parrakdan. Hozir uni tushuntirib beraman. Parraklar aylantiradi. Parraklar esa bevosita generatordan bizni kerakli bo'lgan elektr energiya ishlab chiqaradi. Endi bug'imizni sayohati haqida gaplashamiz. Bug'imiz qozonxonadan chiqib kelib, turba generator, ya'ni bug' turbina orqali turba generatorga yetib keldi. Endi bug'ning sayohati parraklarga urilgandan keyin birinchi parrakda albatta bu yerda sovish darajasini boshlaydi. Birinchi va ikkinchi parraklarda harorati nisbatan kamayadi va ushbu parraklarda o'tgan bug', ya'ni parraklarni aylantirib o'tgan bug' keyingi bosqich, ya'ni kondensatorga yetib keladi. Bu yerda asosan bug'ni qaytadan suvga aylantirib beradi. Endi bug'imizni sayohati mana bu yerda yakin topdi. Buyog'iga bug',
suvga aylangan holatda harakatni boshlaydi. Ya'ni kondensatorlarda o'tgan bu, ya'ni suvga aylanib, nasos yordamida qaytadan qozonxonaga yetkazilib beradi. Aynan shu siklni aylanishi natijasida biz generatordan elektr energiya ishlab chiqaramiz. Demak, bu qanday holatlarda amalga oshiriladi? Issiqlik elektr stansiyalarida qozonxonada qizdirilgan va katalizator yordamida bug'ni qizitgan holati nimani beradi? Asosan bu yerda bug'ning harorati 600-700 gradus Selsiya ko'rsatib berishi mumkin yuqori harorat. Uning tezligi ham endi shunga yarasha bo'ladi. Va harakatlanayotgan generatorni aylantirib, ya'ni parraklar yordamida generatorni aylantirib biz kutgan elektr energiyani ajratib beradi. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Agar generator parraki tez aylanib ketadigan bo'lsa, biz haddan tashqari elektr energiyani qabul qila olmasak, uni qanday nazorat qilamiz? Albatta bu juda to'g'ri savol. Ushbu turbinadagi ortiqcha bug'ni biz birinchi navbatda tashqariga chiqarib yuborish holati bilan uni tezligini nisbatan yoki qisman nazorat qila olishimiz mumkin. Va albatta uni kerakli bo'lgan elektr energiyani ishlab chiqarilgandan keyin bu kondensatorlar yordamida 3 ta bosqichdan o'tgan holatda qayta suvga aylanadi. Va qayta suvga aylangandan keyin nasos yordamida qaytadan qozonxonaga yuboriladi. Mana shu sikl endi nimani beradi? Birinchi albatta tejamkorlik, ya'ni nimani tejash? Suvni tejash tejamkorligini beradi va albatta elektr energiya ishlab chiqaradi. Bugungi kunda respublikamizda issiqlik elektr stansiyalari, ya'ni respublikamiz aholisini, iste'molchilarni 60-70%ni issiqlik elektr stansiyalari ta'minlaydi. Demak, bugungi mavzuyimiz issiqlik elektr stansiyalari bo'ldi. Siz ertaga qanday mavzularni bizdan kutyapsiz? Biz albatta sizga javob beramiz. Kommentariyalarda qaysi mavzular ekanligini yozib qoldiring. Hammangizga katta rahmat. Salomat bo'ling.